Aka, o'zingizni burgerlaringizdan xabaringiz yo'q, qurib yotibdi deb kommentariyalar ketdi-da. Hozir mana zakaz qildim burger va sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu bizning Hosper burgerimiz. Kotletamiz 150 gram haqiqiy go'shtdan. Hech qanaqa tovuq, non, piyozli solmaymiz bu bir. Bizning burger 80 ming turadi, lekin haqiqiy go'shtdanligiga. Sousini o'zimiz qilamiz, nonini o'zimiz qilamiz. Endi burgerga baho beraylik. Kotletasini ko'ryapsizlar? Juda quruq, qurib yotibdi, to'g'rimi? Hech yeb bo'lmaydigan darajada. Suvini ko'ryapsizlarmi? Bismillah. Endi buni sizlar bilan yeb ko'ramiz. Men birovni yomonlash niyatim yo'q, lekin bizning mahsulot hech qachon hech kimni отравление qilmaydi, mazasini qochirmaydi. Xudoga shukr, biz juda ham sifatli mahsulotlardan burgerlarimizni tayyorlaymiz. Juda quruq. Mana qurib yotib ko'rasizlar? Mana quruq. Hech nima yo'q. Xulosa o'zingizlardan.